Kanada vizasi nega qiyin vizalardan hisoblanadi? Juda zo'r savol. Kanada dunyoda rivojlangan davlatlardan biri. Biz aytganimizdek, Kanada bu ikkinchi Amerika va ta'limi ham dunyoda juda yuqori o'rinlarda turuvchi davlat hisoblanadi. Shuning uchun Kanada vizasi qadrli. Aynan 10-sinfda kelsa o'quvchi Kanada vizasini biz osonlashtiramiz. Bu maqsad bugun paydo bo'lib qolsa yoki bir oyda paydo bo'lib qolsa, albatta отказ olish imkoniyatlarimiz oshib ketadi. Demak, 2 yil davomida biz vizaga bosqichma-bosqich tayyorlanamiz. Fanlarimizni tayyorgarlik singari xuddi. Va natijada demak Kanada vizasini olishimiz mumkin o'quvchilar bilan va Kanada universitetlarida o'quvchilarimiz o'qishini ta'minlashimiz mumkin hisoblanadi. Kanadaga 10-11-sinfdan keyin ketish mumkinmi yoki erta ham kollejni tugatish kerakmi? Albatta Kanada ta'limi ham demak o'sha Germaniya bizni o'quvchilarimiz tayyorlayotgan Germaniya davlatidagi oliy ta'limlar talabiga o'xshab, demak 12 yillik ta'lim attestatini so'rashadi. Demak bizda O'zbekistonda 11 yillik attestat bilan bitirishadi. Demak bu joyda ham demak qo'shimcha student kollejiga o'xshash tayyorlov kurslarida o'qish kerak bo'ladi.